Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, mana ishimizni xudo xolasa 2-3 kuni. Buni bilsalaringiz katta yama edi. Yamani mana to'ldirib bo'ldik. Endi keyingi ish mana ichkariga bo'ladi. Beton quyib boshlaymiz. Tayini 1 metr, yarim metr qozamizda. Keyin betonni boshlaymiz. Agar kimki xabardor bo'lmasa, mana Qizilnishon qishlog'iga kelingizlar. Mana otaxonni nomerini qo'yamiz videoning tagiga. Yuzlaringiz kelib ko'ringizlar. Mana haqiqatan ham inshaalloh mana ishimiz ketyapti, oldiga ketyapti, hozir to'xtagan yo'q. Keyin mana shu videomizdan keyin bir ikkitalar dushamiz it kartaga pul tashlagan. Ulardan Alloh rozi bo'lsin. Hay birov oz, birov ko'p bo'lsa ham tashladi. Ularning xonadonlariga fayzi baraka ato etsin. Assalomu alaykum birodarlar. Mana xudo xolasa ko'prikni boshladik. Assalomu alaykum birodarlar. Mana xudo xolasa ko'prikni boshladik. Xabari bo'lmaganlar xabar topsin deb inshaalloh buni videoga qo'yaptik. Kengizlar hissalaringizni qo'shingizlar inshaalloh sadaqa joriya. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Shu yerga talash kerak edi. Birodarlar, mana ishimiz davom etyapti. Ishimiz to'xtagan yo'q. Mana ko'proqni olib kelib yamani. Bu yerdan ham bunga talashni ayanga osib qarab borib qoldi. Xudo xolasa endi ishimiz bizda hafta ichiga beton quyish bo'ladi. Betonni boshlaymiz, ko'proqni quyib. Zo'r bo'ldi mana shu yerlar. Mana hozir Oldiga keldi-da. otaxonni oldiga borib nima qilaylikchi? Assalomu alaykum otaxon. Va alaykum. Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Isma. Qanday bo'lyapti ishlar? Otaxon bo'lyapti? Mana zakona Xudoga shukr. Ko'proq ham bo'lib qolibdi-ku, yama to'lib bo'libdi. Deyarli bo'ldi hisobi. Aha. Faqat endi mana nasibda Xudo xolasa ertaga oq-qosh grabl tushiramiz, bu yerdan boshlaymiz nasib bo'lsa mana shu yerdan qavlab 1 metr ko'tarib Xudo nasib qilgan bo'lsa ertaning o'zi grablni boshlaymiz. Qani bular? Dansa deb qo'yingizlar. Xalqimizga savob sadaqa joriya dedi. Ko'proq kimda nima hissasi bo'lsa mana marhamat o'qib yordam qilishlaringiz mumkin. Mana biz ham inshaalloh savobga xudo xolasa. Moshi to'proq ketdi otaga shu yerga qarib. Endi 80larga borib qolgan. 80 mosh to'proq ketdi, qarib. Alloh alam shu 80 mosh to'proq ketdi. Birinchi videomizga mana yerda o'zi haqiqatan ham olgan edik. Katta jarlik edi, mana hozir katta kenglik qopdi-da. Haqiqatan ham hozir to'proq ketmadi. Endi bu 80 moshin bilan bu ketgan yo'q-da bu. 80-90 moshinlar ketishi bo'lsa yana bir 20 moshin to'g'rilishga to'g'ri keladi. Chunki hali poyjuga to'g'ri kelgan yo'q-da tekisligimiz. Xo'p, mana endi xudo xolasa otaxon mana to'proq ishlari o'zi nihoyasiga yetibdi. Ha, bu yerlarga ish bor ekan, bu yerlarni ham sal tekislash kerak ekan. Mayli, ular keyingi ish. Ular keyingi ish. To'proq do'stlar mana bugun xudo xolasa faqat tugadi. To'proq ishlari tugadi. Mana bilsalaringiz katta yama edi, yamani to'ldirib bo'ldik. Endi ichkariga otaxon ishni boshlaymiz. Xudo xolasa endi bizga misol otaxon endi nima kerak? Misol buni bizni ko'radimiz, videomizni ko'radi. Misol hissasi tegish mumkin. Bizga endi keyingi ishga nimalar kerak bo'ladi? Bizga kerak narsalar mana hammaga ma'lumki, hozir bizga birinchi ochratga apalabka kerak. Aha. Apalabka kerakki, biz beton qo'yishimiz uchun apalabka kerak. Apalabka keyin bizga buni yaxshi tushunadigan spetsialist bolalar qo'lidan kelsa shunday ishlar mana kelib yordam qilsa juda ajoyib bo'ladi. Bu suv abadiy oqadigan suv, bu to'xtamaydi, bu suv zax suvda bu.
Bu hozircha shunday og'ib turibdi. Agar biz buni o'z vaqtiga agar biz beton qilib ko'tarib olmasak, agar katta suv kelib qolgandan keyin bu yerdan biz buni ko'tarib ololmaymiz. Bizning vaqtimiz 1 oy, 1,5 oy vaqtimiz bor. Shuning ichiga buni ko'tarib olishimiz kerak. Agar undan kech qoldik, keyin suv juda katta bo'lgandan keyin buni qilib bo'lmaydi. Chunki suv bu yerga katta suv keladi. Odamlar parchob suvlari hammasi shunga tushadi. Shundan foydalanib biz hozir suv kamidan shu beton qilib, betonni ko'taramiz. Apalabka, keyin mana kareta buni yerga rastor qorish uchun, shunday narsalar bizga bizga juda zarur. Kareta buchkan nimasi bo'lsa, tagi bo'ladi-ku. Kattaroq narsa kerakki, shu rastorni ko'proq qilib yerga bir qo'yishdan qancha nimasini bo'lishimiz kerak. Birinchi o'ringa otaxon shu mana tagini qozish kerak deyman-da, beton. Albatta, qozib keyin mana shu yerdan tashlash kerak. Tagini birinchi qozish kerak. Uni toshini chiqarish kerak-da qozib. Keyin shu tagidan agar betonni 1 metr ardina 70-80 mi qo'yib kiymasak, ertaga mana hozir mana boryapman. Qozilsa, mayli. chunki beton chiqib qolishi mumkin-da. Shuning uchun bizga birinchi sal muammo ish, shu tagini qozib, tagidan beton qilib kelish deb o'ylayman-da, chunki bu suv to'xtamaydi. Buni qozsangiz ham tagidan suv chiqaveradi. Kerak deysiz, aplavkani do'stlarga xabardor qilib qo'ying. Misol, qanday aplavka kerak bizga, qachonga kerak aytib qo'ysangiz deyman. Biz mana ertadan ishni boshlashimiz kerak. Xudo xolasa, iloji bo'lsa ertadan agar kimga aplavka bo'lsa, agar shunga ko'prik uchun hissasini qo'shmoqchi bo'lsa, shu aplavkasi bo'lsa, bersa, inshaalloh ajri Allohdan. Shu yerga qo'yib ishlatamiz. Agar boshqa narsadan yordam qilmoqchi bo'lsa ham mayli, farqi yo'q. Do'stlar, agar bo'lsa xabar qilsin kimga bo'lsa. Keyin kareta kimga bo'lsa, qorish uchun bizga shunday narsalar kerak. Buni tezroq tezlatishimiz kerak. Shuning uchun bizga hozir apalabka, kareta eng zarur narsalar. Kimga bo'lsa mana xabar qilsin, telefon nomeri bor tagiga. Shu nomerga telefon qilsa, biz o'zimiz borib inshaalloh borib olib kelamiz shularni. Keyin mana shu videomizdan keyin bir ikkitalar dushamiz it kartaga pul tashlagan. Ulardan Alloh rozi bo'lsin. Birov oz, birov ko'p bo'lsa ham tashladi. Ularning xonadonlariga fayzi baraka ato etsin. Allohim qilgan sadaqalarini dargohiga qabul qilsin.